Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyarısı gazı rozu. Washington'dan sözleyimiz bugün çizlaq 2023 yıl 9. ayının 7. günü. Haftaga Perşembe vatandaş, bana birinci haber turuptu hazır men tayyorlab bo'lgandan keyingi kelgan xabarda nima deydi deseniz, Jungoda hazır muosh tarqatilmaslik ve muosh tarqitishni talab qilishdan iborat bir shamol butun mamlakatga kengayishga boshladi. Bunun içinde devlet mulazimleri, tibbiyatda soqchilar, anadaki hizmetli iştatı işleyotganlar muosh taqitib berilmedi. Şuna bu talep ve talep qilish shamoli butun mamlakatga kengaydi deydi. Bu xabarning kelish manbaini aytgan tagi nima deseniz, Jungoda moliya qiyinchiligi, moliya yetishmaslik. Demek hatta bu haber nemi deyildi? Hükümet taraf yançıqta xarjlaydigan pul yok. Butxonadan, iyonaga berilgan butxonadan pul yordam talab qildi. Bu hozirgi Jungoning vaziyati vatandaşlar. Bundan keyin sizlarga bo'lgan so'zlaydiganlik şeylerimiz nima desanglar, evvel biz kaltka nima mavzularni aytib, katta mavzular. Biz onu parçalab bugun vatandaşlarga yetkazili. Birinchi mavzu, muavin prezident Kamala Harris, Amerika Qo'shma Shtatlarining muavin prezidenti, Sharqiy Janubiy Osiyo davlat boshlig'i nutq so'zildi. Bu mavzuli xabar 9. ayının 7. günü Amerika ovozidan Xitoy tili programmamizda e'lon qilindi. Bu xabarda deyilgan gap nima desanglar, Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari yig'ini davlat boshliqlari Jakarta, Indoneziyada ochildi. Bunun prezident Joe Biden qatnashmay o'rniga muavin prezident Kamala Harris xonimni avatdi. Davlat boshliqlariga muavin prezident Kamala Harris nutq so'zlaganda Berma masalasi to'g'risida to'xtaldi vatandaş. Biz sizlarga chaqiriq qilamizki, Bermadagi zo'ravonlik oxirlashishi kerak. Shundaqla Washington bundan keyin davomli qildi. Berma hukumatiga bosim ishiltidi. Bermadagi zo'ravonlik oxirlashi lozim. Shuningga yana bir gapni qo'shsak, Kamala Harris xonimning Indoneziya Jakartada Janubiy Osiyo davlatlari yig'inida so'zlagan bu so'zdan qaraganda bu qatimqi masala kundalik tartib bo'yicha aytganda Berma masalasi deyli. Berma masalasi deganda bu tagidagi o'yinni izlab kelsangiz, bu o'yinning rejissyori Jungo vatandaş. Uzundan bir to'xtamay kelayotgan Berma ichidagi ichki urush va ziddiyatlar, hukumat apparati ichidagi ziddiyatlar, shundaqla Rohingya musulmonlarni qirg'in qilishlar, mushlarning hammasi tagi-tagdan surish desangiz, Jungo tarafda vatandaş. Jungo qilayotgan ishlar desangiz bo'ladi. Endi bu qatim Kamala Harris xonim Berma hukumatiga mushig'inda bosim ishiltib, ichki urushni to'xtat, ichki qalaymi qanchaligini to'xtat deb shunday chaqiriq qildi vatandaş. Ondan keyingi yana bir xabarda nima desangiz, Rossiyaning bombardimon qilishlariga qaramay, davlat ishlar kotibi Antony Blinken Ukraina shahar Kiyevda bir kechani o'tkazdi. Amerika Ukrainaga yana $1 milliard yordam berganligini e'lon qildi. O'sha payt yoki biz bu payt deganimizda 10. ayda prezident Vladimir Putin Beijingni Jungoni ziyorat qildi vatandoshim. Bugün 9. ayının 7. günüdür tuyuqsizlar hech qanday xabar e'lon qilmaylar. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinken Ukrainani ziyorat qildi. Qish fasl yetib kelyotdi. Armiya Ukraina armiyasining qurol yaroqlari, kiyim-kechaklari, arqisab lavozimat buyumlari bu jiddiy masala vatandosh. Urush davri turayotgan davlat Ukraina buni darhol tayyorlab ketolmaydi. Onun iqtisodi ojiz bir davlat tagidini aytganda
Shundaq paytda Amerika Qo'shma Shtatlari hozir Ukraina xalqi, Ukraina armiyasi va urush maydoniga 1 milliard dollar yordam berdiganligini, mush 1 yildan beri berilgan dollarni biz saqlab qolammidik, umumiy xulosasi qolganda bu oz gap emas. Bu qatim qisat tamam 1 milliard dollar yordam berdiganligini e'lon qildi vatandoshlar. Bu mush munosabat bilan aytganda Davlat ishlar kotibi Antony Blinken mush qatimqi safarni qo'shganda Ukrainani 4-qatim ziyorat qilishi, urush boshlangandan beri Rossiya tajovuz qilib kirib, urush boshlangandan beri 4-qatim Ukrainani ziyorat qilishi bo'lib hisoblandi. Demak, Amerika hukumati, prezident Joe Biden hukumati Ukraina tajovuzga uchragan kundan boshlab, o'tgan 2022 yilning 24-kundan boshlab hozirgacha Ukrainani mardlik bilan qo'llab keldi vatandoshi. Endi qaraylik. Mushu qatim ko'rishda Ukrainada prezident Zelenskiy, tashqi ishlar ministri Kolba, ondan keyin Shemixol. Bu Shemixol deganimiz vazir, Ukrainaning vaziri Shemixol bilan ko'rishdi. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken ularning dokladini angladi. Qaytarma hujumning tartiblarini angladi, natijalarini angladi. Ularning yoki Ukraina bu davlat rahbarlarining talablarini angladi. Shundan keyin shu maydondalar Amerika Qo'shma Shtatlarining bu paytda Ukrainaga 1 milliard dollar yordam berdiganligini e'lon qildi vatandoshlar. Yana bir xabar deyli, Huawei shirkati yana tirilib qoldi, qarang bu. Kech kuzda aran medirlaydigan chekatkining o'rniga tushib qolgan edi. Huawei pan texnika shirkati Jungoning hozir gap talash tortishlar qaraganda bu ham tirilib qolgandek qiladi. Lekin bu qatam hamda Huawei shirkati, Johnson shirkati bu dastlab quchoqlarda tilga ilingan shirkatlar hozir avorchilik yo'liqda. Amerika bu shirkatlarni yana bir qatam bo'g'ib tashlamoqchi bo'ldi. Demak, o tirilimdir, yani bo'g'ib tashlamoqchi bo'ldi. Mavzuli xabar 9-ayning 6-kuni Vanway orbitida e'lon qilindi. Xabar mundoq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Avom palatasi Jungo favqulodda komitetining raisi Mike Gallagher nima dedi dega vatandosh? Biz hozirgacha bu shirkatlarga Android eksport qilib keldik. Biz buni to'xtataylik, darhol to'xtatishimiz kerak dedi. Bu qatim bu kelish nihoyatda shiddatli keldi. Endi bu siyosatga aylanadigan bo'lsa, Aralıkta 8-ayning 9-10 kunlari nima dedik? Mablag' solishni to'xtatish ma'muriy buyrug'iga prezident Joe Biden imzo qo'ydi dedik. Shuningdek, yana parcha-parat ishlar bo'lib turdi ekanda, qaraganda vatandosh bu texnikaga Android yoki uzak texnikasini Jungoga Amerika berdigan gap ekan. Huawei shirkati mashinadan foydalanib nochilik qildigan gap ekan. Yoki mashinadan foydalanib tiriladigan gap ekan. Hozir Gallagher nima dedi? Agar Amerika bu pan texnika Jungoga bermaydigan bo'lsa, Jungo mutlaqo buni ishlab chiqara olmaydi dedi vatandosh. Gallagher mundaq ko'rsatdi mana, agar Amerikaning texnikasi bo'lmasa, bu Android yoki uzakni Jungo herkes ishlab chiqara olmaydi. Ko'rdingizmi? Bu qiziq dunyo ekan bu. Ana bu dunyoning qiziqligi nima desam hozir o'tganda 2021 yil 8-ayning 15-kuni Amerika armiyasi Afg'onistonda chekinib chiqdi vatandosh. Hatta aeroplanning tumshug'iga chiqib olib, aeroplan ko'tarilgandan keyin yerga tushib ketgan afg'onistonliklar ayni chaqda Amerika Qo'shma Shtatlariga yordamlashib ishlaganlar. Lekin shundaqda hammaga yetishmaydi Amerika. Shu vaqtda Amerika Qo'shma Shtatlariga yordamlashib ishlagan afg'onistonliklarning hammasini Amerika yondirib keldi Amerikaga vatandoshlar. Ayni chaqda Vyetnamdan qanday yondirib kelgan bo'lsa, urush musofirlarini bu qatim Afg'onistonda shuna qildik. Gap nimada desangiz, bu 2 yil ichida Afg'oniston
devlet başlıkları Taliban yanına 15. əsrdeki siyasetini 15. əsrdeki siyasetini yani dini siyasetini oturup koyup Afganistan'ın erkinliği, cemiyet azadlığı, cemiyet mağrib terbiyesi, ayollarni qizlarni ma'rif tarbiyasini neri qilish, yiroq qilish, ma'rifga maktabga yo'latmaslik deydigan siyosatlar yana o'tirg'i chiqqanda Amerika Qo'shma Shtatlari zang so'libmi, boqmadi, shu butun dunyo Afg'oniston qarabmi qo'ymadi vatandosh. Nemishqa desiniz, hozirgacha Taliban hukumatini paloni e'tirof qildi degan gap o'tirg'i chiqmadi. Buning sharti oddiy gap. Amerika e'tirof qildi, boshqasi e'tirof qildi, Amerika e'tirof qilmasa boshqa jur'at yo'q. Hatta Xitoymi kiramadi Afg'onistonga vatandoshimi? Bu 2 yil ichida ministr Wang Yi shuncha qatim urinib boqdi Afg'onistonga kirishga kiramadi o. Ben boşananga asasen sözlep turmiz deyim vatandaşım. Endi bugun qiziqtirib nima desin? Gallagher efendi devlet meclisinde favqulodda komitetning reisi nima deydi? Bu Android, bu pen texnikasini sen Amerika Xitoyga bermasan o ishlayolmaydi deydi. Şuna derhal to'xtat deydi bu qiziq gap. Mana qiziq gap mana bu yerda. Vatandaş, yani bir qiziq gap endi Afg'oniston munosabatli nima desiniz? 2 yilgacha hech kim e'tirof qilmagan ekan. Hozir Afg'onistonning iqtisodiy intayin vayron. Shundaqdimi jonbaq ketalaydi ekan bu qalpoqliqlar. Hozirgacha yashab keldi 2 yil e'tirof qilmaganiga iqtisod yo'q degan gap. Xitoyga bir necha qatim keldi leqa. To'lig'a longisini tashlab Afg'oniston Taliban boshliqlari Xitoymi hech nima qilaman. Beraman yoki kiraman deyam. Endi bugun gapning o'chig'i Amerika Qo'shma Shtatlari xususiy savdogarlar yoki Amerika Qo'shma Shtatlari xususiy savdogarlar Afg'oniston jamiyatining vakillari bugun Kabulga yetib keldi vatandoshlar. Demak, bu yer nima gap bor? Birinchi bo'lib Afg'onistonning iqtisodini qanday qilamiz, qanday yaxshilaymiz? Xo'sh, sening siyosating nima bo'ldi Taliban? Balki shular bo'lishi mumkin. Nima to'g'ri so'zlashganligini demadi. Amerika Qo'shma Shtatlarining xususiy savdogarlari Afg'onistonga kirib keldi degan gap. Xudo xolisa Afg'onistonning iqtisodi tiriladi. Tirilishga boshlaydi deb hukm qilsangiz bo'laverdi. Endi bu yerda Gallagher efendinin bu siyasetini qo'llaymiz. Bu fikrni, bu tafakkur yo'lini qo'llaymiz. Birinchi nima? Xitoyga beradigan texnika uzak va Androidni darhol to'xtatish. Bunun qo'shib qo'ydigan emas, hurmatli Gallagher efendi, hozir bu texnika iqtisod va yoki Huawei shirkati iPhone'ni rad qilib o'zining telefon botkasini ochadigan darajaga yetsa yetmasin, bundan boshqa biz Uyg'urlarning talabi shu ekanki, yana bir qatam talab qilamizki, Mike Gallagher Avam palata favqulodda komitetining raisi. Xitoyning bu texnikasi Huawei shirkati Uyg'uristonda irqiy qirg'inchilikning texnika bilan birlashtirilishini ishga oshirgan shirkat bu. Huawei shirkati bilan Jo'she shirkati. Ya'ni hozir Uyg'uristonda Uyg'ur qirg'inchiligi va bostirishni hozirgi zamon texnikasi bilan birlashtirilgan shirkat bu. Shunga birinchi bo'lib jon pidolib bilan sizni qo'llaymiz Gallagher efendi. Amerika Qo'shma Shtatlari bu texnika eksport qilishni to'xtatish kerak. Bu yerda qirg'inchilik millatni yo'qotish, Uyg'urni yo'qotish siyosati davom qilyapti. Şunu sizni men şahsen 100% qo'llayman Gallagher efendi. Endi axir Gallagher efendi nima dedi? Biri Amerikaning qonunini mansitmaslik, ko'zga ilmaslik, ya'ni bu texnikani Huawei shirkatiga, Jo'she shirkatiga berish, Amerikaning qonunini ko'zga ilmaslik. Yani ikkinchi nuqtani aytganda, Amerika bu davlatning bexatarligiga tahdid elib keladigan va elib keladigan Jungoning Huawei va Jo'she shirkatidagi shirkatlarga texnika berishning o'zi, Amerikaning texnikasi ega qilishning o'zi bu Amerikaning davlat bexatarlik ziyon solish deganlikdir. Yenik aytganda dedi Mike Gallagher efendi. Vatandoshim bugungi vaziyatlarni baş mavzudaki vaziyetler mana shunday iborat vatandoshlar.